Assalomu alaykum. Lonkingga ashaddiy muxlislari. Bugun 28-noyabr 2025-yil. Bizga yangi partiyamiz, Lonkinglarimiz 3 kubalik, 3.2 kubalik, 3.6 kubalik frontal yuklagichlarimiz yetib keldi. Kelishingiz mumkin. 15 minutda to'lovni qilib, xohlagan modelingizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Lonkingga eng katta modellardan bittasi hisoblangan Lonking LG 856H modelimiz. Ko'rishingiz mumkin. Kovshimiz hajmi 3.6 kublik bo'ladi. Og'irlik ko'tarishi bo'lsa 6 tonna bo'ladi. Trilashga keladigan bo'lsak, har doimgidek Lonkingga xos, mos strilasi uzun, ballonlari karyerli ballon. Eng asosiysi texnikalarimiz hammasi trallerlarda kelgan. Va yana bitta yangiliklardan bittasi ko'rishingiz mumkin. Hozir endi hamma 3 kubaliklarni shu komplektatsiyada olib kelishni boshladik. Havo filtrimiz moyli filtr bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Karyerda, chang joylarda ishlashga juda ham qulay, ya'ni motoringiz umrini uzaytirib beradigan yangicha havo filtrlari bilan jihozlangan. 3.2 kublik har doimgidek Lonking ZL50HC modelimiz ko'rishingiz mumkin. Undan ham bor, tayyor turibdi. Va 3 kubalik Lonking SDM 853H modeli 3 kublik pogruchchigimiz, u ham sotuvda tayyor. 3 kublik pogruchchiklarimizga keladigan bo'lsak, yana bitta 3 kublik pogruchchilarimizdan bittasi Lonking LG 855H modelimiz. O'rtacha modellarimizdan bo'lgan Lonking SDM 835H modelimiz kovshi 2-3 kubalik bo'ladi. Har doim aytib o'tganimdek, bunda haqiqiy avtomat korobka bilan jihozlangan. Agar sizga ushbu ko'rib turgan pogruchchiklaringiz qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqing va shu kecha kunduzda maxsus narxlarda xarid qilishingiz mumkin.